To'g'ri. To'g'ri. Biz qilsanglarchi! O'zimga yo'q, senlarga qayerdan topay? Voy! Bolalar! Bolalar! To'g'ri. Qani? To'g'ri. Qani? To'g'ri. Ana! To'g'ri. Avval pullarini ol, keyin tarqatasan. Bu bilan ana hamma yo'liga bitta. Pullaringni ol. Pul top. Pul. Ay ulug'larning ulug'i. O'lishingizni olmaysizmi? Yoki sizga alohida taklifnoma jo'nataylik. Yo'qol. Ha. Bugun shashting boshqacha. Shumshayib chetda turibsan. Ko'nglimga qil ham sig'mayapti. Charchyapsanmi? Xavotir olmag'in. O'zim davolayman. Tozasidan bor. Qildaysanmi yoki papiri so'raysanmi? Balki birato'la igna urarsan. Dod solgim kelyapti. O'chirib yig'lagim kelyapti. Yorilchi, nima bo'ldi? Tush ko'rdim. Dahshatli tush. Ro'paramda o'tirardi bir go'dak. G'azab to'la nigohi. Birdan o'zimga tashladi. Dod solib uyg'onib ketdi. Hey, g'anim nima demaydi? Tushga nelar kirmaydi. Ertagingga erishdi. Dori tayyor bo'lib qoldi. Boshlab ber. Nega bo'g'zimga chang soldi ana bu go'dak? Bas yetar. Namuncha xoh qilasan. Kecha ko'proq otganda shunga qora xayol bo'lyapsan. Yo'q. Ko'z oldimdan ketmayapti ana bu go'dak. G'azab to'la nigohi. Men senga bas qil dedim. Dorini ol. Ignani sanch. Tez bo'l dedim. Yo'q. Kerak emas. Men kerak dedim. Men kerak emas dedim. Yo'q qudratingda. Quyosh qayerdan chiqdi? Birinchi marta doridan voz kechganingni ko'rishim. Mayli. O'zimizga ko'proq qoladi, to'g'rimi yigitlar? Sizlar meni tushunmayapsiz. Tushunmasdan turib ustimdan kulyapsiz. Kulib turib esa nafratlanyapsiz. Axir barchamizni jin chalganini bilasiz yigitlar. Ana o'sha jin jahannam tomon yetaklamoqda. Sen hech narsadan qo'rqma. Sen aytayotgan narsalar hech qachon bo'lgan emas. Karam yo'q, muruvvat yolg'on, ezgulik afsona, muhabbat sarob. Na jin bor, na jahannam. Joning uzilmay, tanang sovmay, o'yna, kul. O'yna, kul. To'g'ri. Haydilar. Vaqt bizni jazolagan bo'lsa, bir umr dori axtarib topish azobi bilan jazolaganga o'xshaydi. Kimnidir aldab, kimnidir talab, bir chimdim zahar topish ilinjida bo'lamiz. Zahrimizga yutamiz. So'ng pinakka salom berib, har xil bema'ni tushlar ko'ramiz. Axir quloqqacha gunohga botib ketdik yigitlar. Birodarlar, ko'zingizni oching. Oramizdan xoin chiqibdi. Hey! Namuncha! Uchaling yetmadi, boyatdan beri dumingni likkilatasan. Hop, xo'jayin, uzr. A'lo hazratlarimizni ko'ngliga tegib qo'yibmiz-da. Ovozingni o'chir dedi. Xo'p, mayli. Meni bugundan boshlab ko'p vaysaqqa deb atanglar. Sen kimlar uchun achinib, kimlarga qayg'uryapsan? O'zimga qayg'uryapman xolos. Bizlarni-chi? Quloqimizgacha gunohga botirganlar-chi? Ular aybdor emasmi? Hech kim oyoq qo'limizdan ushlab, og'zimizga nasha tiqqan emas.
o'z xohishimiz bilan giyohvand bo'lganmiz. Odamlar mehrli, muruvvatli, karamli. Ovozingni o'chirma Ras. Sen mana uni guruhimizga qanday qo'shilib qolganini bilasanmi? Uning otasi vrach, ginekolog, doktor. Hozir esa savdogarlik bilan shug'ullanadi. Savdo yo'li bilan kiyim-kechak, latta-putta olib o'tadi. Ularga qo'shib geroin ham olib o'tadi. Ularni qanday olib o'tishini bilasanmi? Uni hali voyaga yetmagan, hali turmush qurmagan yosh go'daklarning oshqozoniga solib olib o'tadi. Bu sho'ring qurg'a singlimni murra hazot qilmay degani uchun boyvachcha otasi oq qilib haydab yuborgan. Sen hozirgina mana uni masxaraboz deb ustidan kulding, tahqirlading, so'kding. Lekin buni boshidan nimalar kechirgan sen bilasanmi? Uning onasi qazo qilgandan keyin 4 yoshli singlisi bilan yetim qoladi. 5 oy o'tgach esa otasi boshqa yerga uylanib ketdi. Iltimos, gapirmang. Nega? Nima uchun gapirmasligim kerak? Sen bilan singlingni boshiga tushgan ko'rgulikni butun dunyoga jar solib aytishim shart. Masxarabozning otasi buyuk amaldor. Ertayu kech ayshu ishratdan bo'shamaydi. O'gay ona esa uyda yolg'iz qolgan farzandlarni boshida kaltak sindiradi. Sho'ring qurg'ur farzandlar esa oq-voqlarni hech kimga aytolmaydi. Chunki qo'rqishadi. Masxarabozku kaltakdan qochib qutdilar. Ammo 5 yoshli go'dakchi uni qo'llarini ko'tarib, yuzidan shosh-qotor yoshlar oqib, "Onajon urmang, urmang" degan so'zlarni ko'z oldiga keltirib ko'rdingmi, Maraz? Aslida o'shanda singlimni o'rniga men olishim kerak. Nimaga o'shanda singlimni o'zim bilan olib ketmadim-a? Tinursin hammasini. Norasida go'dakni urib o'ldirgan ayol. O'z farzandlarini jonli konteynerga aylantirgan ota. Ular ham muhabbatlimidi? Nega barchaga karamli bo'ldigan Alloh o'gay onaning isqirt qalbiga muruvvat bermadi? Nega yosh go'daklarning nolasini eshitmadi? Alloh hech qachon qon to'kmadi. Lekin bandasi Allohning so'ziga qarshi chiqdi. Kimnidir dushman deb o'ldirdi, kimnidir ko'ngil xushlik uchun so'ydi. Bu ishlarni barchasini Allohning nomini sotib qilishdi. Yema deganini yedi, ichma deganini ichdi, qilma deganini qildi. Insonlar o'z nafsini o'ylagani uchun bu ishlarni qilishdi. Bizlar ham jig'ildonimizning quli bo'lganimiz uchun giyohvand bo'lganmiz. Oppo bo'lib qolging keldi. Yoki bizlardan ustun bo'lmoqchimisan? To'rt og'iz kitobiy so'zlardan yodlab olib, o'zingni avliyo hisoblayapsan. Menga qarasam anda, agar to'damizdan ketib, karamli bo'lmoqchi bo'lsang, avval o'ldir meni. Bas qilinglar. Samanda, sen bilasanmi? Alamzada odamlar Johil bo'lishadi. Johillar esa pakana bo'lishadi. Men ham alamzadaman. Men ham pakanaman. Samanda, holingga maymunlar yig'lar. Imkoning borida raqibingdan qutulib qol. O'ldir meni. bas qilinglar dedi. O'ta. Seni yolg'iz qoldiramiz. Xotirjam o'ylab bir qarorga kelsang aytasan. Kamola. Keldingmi, Kamola? Qarang, mehrob qoqib bag'ridan yorilibdi. Seni kutaverib, ko'zlarim to'rt bo'ldi, Kamol. Shu darchoy kattarib ketmasidan uni suvab, yamab qo'yish kerak ekan. Avval meni dardimga malham qo'y, Kamola. Seni kutaverib, kunlarim zimiston bo'ldi. Qalbingizda biror bir qing'irlik bormi deb qo'rqaman.
Menga ishonmaysanmi, Kamol? Oyning nurini ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Sukunatning sokinligini eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Mehrobning ulug'vorligini sezyapsanmi? Ha, sezyapman. Tiz cho'k. Ko'kka qo'l cho'z. Mana shu sokin sukunat, ulug'vor mehrob guvoh. Agar ishqimga xiyonat qilsam, shu oyning nurlari ko'zimni ko'rdirsin, Kamol. Qasam ichmang, shundoq ham va'dalaringizga ishonaman. Kamol, bilasanmi, men seni juda ham qattiq sevaman, Kamol. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Kamol, men seni hech kimga bermayman, Kamol. Men ham sizni butun umr qalbimda atoqlayman. Sizdan hech qachon voz kechmayman. Yuragim hapriqib ketyapti. Hayajondan boshim gangidi. Biroq qalbimda notinchlik hissi etimni kemiryapti. Xato qilmadimmi? Adashmadimmi? Bir kun kelib qilmishimdan pushaymon bo'lmaymanmi? Qizim, Olajon. Bola, tong otdi. Uyga bormadik. Xavotir oldim, bolam. O'tinaman, Olajon. Meni kechiring. Sizni ko'p qiynadim. Sargardon qildim. Qizim, kimga ko'ngil qo'yding? Kimga jon bolam? O'tinaman, Olajon. Meni qiynamang. Nahot g'ururingni unutding butkul. Ojiz nashavandga qo'ydingmi ko'ngil? Bu yigit tenginmas. Men jinodaman, qalbi majruh tuban pastkash inson. Menga hozir achchiq dashnomlar kerak emas. Menga hozir to'g'ri so'z, samimiy maslahat kerak. Bu yo'liga qayt jon bolam. Yosh umringni qilmagan azob. Yo'q taqshib o'tasan, qattiq pushaymon. Yomon niyat qilmang, onajon. Tuyg'ular sof, musaffo, yuksak. Shumi meni katta gunohim. So'zlaringni tinglab, azobga botdim. Meni o'ylamasang ham mayli roziman. Lekin chirqillatma afg'onda qolgan otang ruhini bolam. Arvohni tinch qo'ying. Bezovta qilmang. Tanlaganing nashavand bo'lsa, demak, jinoyatchi muttaham kirsa. Yo'q. Nashavand deb aslo qilmang malomat. Unda ham bor yurak, or nomus vijdon. Onajonim bunchalar beshafqat bo'lma. Sevgim hech qachon bo'lmasin u. Bugun otangdan xafa bo'ldim. Meni senga tashlab ketgan. Yur ketam. Yo'q. Nitay, qo'ldan kelgan chorani ko'rdim. Bilaman, xafasan, so'zlarim kelmoqda ma'lum. Endi ixtiyoring. Hayır, yaxshi qol. Onajon, to'xtang. Onajon, o'tinaman. Menga rozilik bering. Oq fotiha bering. Bo'lmasa meni qarg'ang, la'natlang. Jonim bolam, qarg'amayman, duo qilaman. Qo'shganing bilan qo'sha qaragin, qayg'urma bilmagin bolam. Sevganimdan yodgor eding-a bolam. Onajon, to'xta. Yaqinlashma. Bir umr onam deb yodingga olma. Yo'q, onajon, to'xtang, onajon. Kamol, meni kechir, Kamol. Agar seni avvalroq uchratganimda, bu giyohvandlik degan bolaga urug'magan bo'lardim, Kamol. Onam to'yimizga rozilik berdi. Ammo mendan voz kechdi. Birodarlar, ogoh bo'ling. To'y qilamiz. Qotamiz. Giyohvandlik lazzatini mazza qilib totamiz. Samandir qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, Kamol. Ular shunchaki hasirlashishyapti. Birodarlar, kelin boshamizni cho'chitib yubormanglar. Voy, hurliqoq. Bu malohatni, bu nazokatni qayerdan olgansiz? Asad, qizga tegajoqlik qilma. Aralashma. Tiling chiqib qolibdimi? O, bangidan chiqqan avliyo. Qo'lingdan kelsa qizingni himoya qil. Qani kel. Qo'lingni tot. Bir buzuqini de. Menga qo'l ko'tarmoqchimisan? Asadbek,
Senga pichoqni tashla deyishdi. Eshitmadingmi? Eshitdi. Tashlamayman. Meni gapimni ikki qilyapsanmi? Ha! Siz nega buni tarafini olyapsiz? Axir bu to'damizga xiyonat qildi-ku. U hech qayerga ketmaydi. U biz bilan qoladi. Yo'q. Men o'z baxtimni topdim. Yo'q, Kamolga ketamiz. To'xta. Balki so'nggi bor rohat qilarsan. Ol. Ol. Minchador. Ol. Samandar bormi? Ola qol so'nggi bor. Ol. Hayotingni yaxshila. Shunda baxtli bo'lasan. Ola qol. Ur. 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 Nimaga sindirding? Harommi? Xo'jay. Ruxsat bering. Bu marazni so'yib o'ldiraman. Sabr qil. Bizni ushlang. Yo'q, yengil ishi bor, borini urib. Xo'jayin! Vaqtida Qo'yib yubor! Kamola! Qo'yib yubor, maraz! Qizni qo'yib yubor deyapman senga! Qo'yib yubor! Tegma! Tegma deyapman senga! Hoy! Tegma! Yo'q! Qo'chaman! Demak, yaqin daqiqalar ichida e'tiboringiz markazida Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining